Assalomu alaykum Abdulaziz usta kuzatuvchilari. Mana bugun yana bitta afsona fasonimizning kaltikasi ichida variantasini tayyorlab bo'ldik. Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. Ishlariga keladigan bo'lsak, orqasi 1.6, usti 1.8 shunga. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa tayyor bo'ldi. Ramazon bo'lishiga qaramasdan o'z egalariga vaqtida yetkazib borishlikka harakat qilyapmiz. Yani yo'llarga keladigan bo'lsak, 10 brus topgan. Mana ikkinchi honatlari, tepalari 5, tahiya holatini lazilari bitgan. Mana ikkinchi xonati, kaltikasi shu tarafda. Xohlashlar tayyor bo'ldi. Egalariga o'z vaqtida yetib boradi. Tag'in shu yerlarda. Hop, tahiya lazeri bor. Buni ko'rishingiz mumkin. Bu tahiya karnizi bu. Nalchkasi bilan xudo xolasa o'z egasiga yetkazadi. Kimga shunday ishlarimiz kuzatib borayotganlarimiz bo'lsa, xudo xolasa o'z egalariga yetkazib olib borib beramiz. Hamon o'sha Samarqand fasonimiz tayyor bo'lgan. Egalari kelishlariga hali daragi yo'q. Kelib cho'rnoy holatda ko'raman deganlar. Hali egalari xudo xolasa egalari kelsalar, cho'rnoy holatda ko'rsalar, undan keyin uni ham kraskaga joyla, kraskaga tashlaymiz xudo xolasa. Kimga shunday xizmatlari kerak bo'lsa yo yasamoqchi bo'lsa, murojaat qilishlari mumkin. Nomerlarimizni pastda qoldirib ketamiz xudo xolasa.